So'rash ayıp emas, o'rganmaslik ayıp. Tuqqanlar tunga qo'rg'amasa, yana necha singilchaq so'rab ketdi. Ancha tafsili tatib olgan bo'lsangiz, yo'llab bergan bo'lsangiz, men am tomoq qilishni o'rganayotgan debchim. Mundaq desam, nimda qolar demay, o'rganuvchi deb intilitgan mo'sh omoq singillarimizdagi g'ayrati uchun yuraklarni aymay birib ko'plab taqit qo'yayning musulmlik tuqqanlarim. Tuxumga azariq tusib, yaxshi yelashtirib tayyor qilib olgandiki, mayni bek qizitimiz tuqqanlar kuchlik o't qo'rimiz. Meyimiz jiqaroq, o'timiz kuchligarak bo'lsa, yaxshi ko'pida tuxumchim. Ishlatganim Al-Nuri shirkatimiz Qozog'istonda import qilgan organik sig'irni tuvan besim, tuvan temperaturada siqib tayyor qilgan ozuqlik go'shtdan xoli tunji siqim birinchi darajalik organik sig'ir meyi. Zalim olgandiki, ziyoda meyimizni to'kaversak bo'ldi emasmi? Andi piyozni esa purrida bir purg'i chiqqandan keyin qizil lozimizdan sonliq rangi ta'mi chiqardigangacha qizartqichchani sasaqmi, samsaqmi ixtiyor jumot tuqqanlar 10 sekund elashtirib olgandiki, aqidallar palak yoki jusayni sep qo'rimiz jumot tuqqanlar men azroq pantozim qat qo'ydim bolarimni emroq debchim. Am buni o'ttiratda 30 sekund qo'rib olgandiki, tuxumni misab yana 30 sekund qo'rimizni tuxumni bek ushoq qilavermisal, cho'ngara qisqmashaq ko'rkam chiqadi tuqqanlar va shi go'zal amasa ish qilib qizil, sariq, yeshil qarib mo'zalang'idek bir xil payz ketdi. Pantozimni tuxum eriq sug'amroq, uni ustiga mipa emasmi, ballam shu suyi bilan yeshga amroq shonga men qo'limdagi safliqda 3 safliq suv qo'yib bir qaynta tuzini tetib oldim tuqqanlar. Shunchalik asajimo tuqqanlar minut ichida tayyor ketdi. Mana uni ustiga shunchalik muzdek ham go'zal ballamni bek yoqtirib yedi. Men rag'batlan